Assalomu alaykum parvozlar. Kechqurunda ham uxlamaymiz. Andijondamiz, Hamidullo akaga kirdik. Toshkentdan ukam mehmon bor. Assalomu alaykum Anjol. Yorqin ukam bor. Kelgan ekan maza qilib aylanib yuribdi. Mana qizil to'sh o'tganli kirganimda ham yoqib qolgan. Bolaga olamiz. Bu qaranglar, gapi yo'q-a, modani. Tozaligini qaranglar, kaptar, zotligini qaranglar. Jiya toza, ko'z toza, tumshuqni rangi ko'k tumshuq. Moda. Timdaqlar ham toza. Timdaq bilan tumshuqni rangi bir xil. Ko'k timdag'i ko'k, tumshug'ining rangi ham ko'k. Shunaqa bo'lish kerak, kaptarning standartida timdaqning rangi bilan tumshuqning rangi bir xil bo'lish kerak. Aslida ham zot hisoblanadi, parvozlar. Mana qizil to'sh rangi ham toza. Menga bolaga qachon berasiz kaptar? 2 oydan keyin beraman. 2 oydan keyin eshitdinglar-a parvozlar. 2 oydan keyin olib ketyaptidan bitta obzor qilaman. 2 oydan keyin. Bir partiya bu qizil to'shda mana qonatida bitta qizil qonati bor, sababi ham bor. Boshqa urug' ham bo'lgan. Bu urug'larni pari toza bo'lgan, addenli urug' bo'lgan. Buni tagi Marg'ilondan kelgan, yana Marg'ilon. Bormi Marg'ilonliklar? Marg'ilondan 25 yil oldin qizil to'shlar kelgan Andijonga. O'zi aslida Andijondan qizil to'sh Marg'ilonga borgan. Bu yerda kaptarlar parlangan. Keyin Andijonda qizil to'sh moda bo'lib ketgan paytda Marg'ilondan mana shunaqa urug' kelgan, pari toza urug' kelgan. Ashunda keyin Andijonda kaptarlarga parlanganda nash kaptarlar kelib chiqqan. Bu kaptarlarni tagi Germaniyaga olib ketgan. Bu kaptarlar, nash kaptarni o'tganli ham so'rovdim. Endi mana 2 oyda olib ketamiz. Urug'ga 2 partiya bola olib qaytarib beramiz. Bo'ldi aka, gap yo'q aka. Gaplaring bormi yo'lga? Zo'r. Kaptarlarni ko'rdik. Andijon kaptarlari juda razmerlari hamma joyi kelishgan. Отборный chiroyli yig'ilgan qushlar ekan. Hammasi nima deydi? Bitta shu Andijon kaptar respublika bo'yicha o'zini anaqasini, tarixini, nomini ushlab kelgan Andijon zot bo'ladi. Bu qayerga borsa ham, Rossiyaga boradimi, Qozog'istonga boradimi, shu Germaniyaga ketgan o'tib Germaniyaga borsa ham Anjanskiy deb aytiladi, bular. O'zbekskiy deyilmaydi, Anjanskiy deyiladi. Bitta shu qushlar o'zini, shu shaharini, nomini ushlab kelayotgan qushlar. Hamidullo aka, zo'r qushlaringiz, gapi yo'q, ko'rib xursand bo'ldik. Shu zotlarni o'sha oxirigacha nima deydi, qonunni buzmasdan kelayotgan mana shu andijonliklar o'zi. Bu zot nima deydi, mana boshqa viloyatlarga borsangiz, boshqa parodalar qo'shilib gibrid bo'lib ketgan. Bitta shotni ushlab turishadi o'zligini, qonligini. Gap yo'q, zo'r. Ko'zlari juda toza, chiroyli qushlar. Bizda ham eski o'zi qopqonlar mana shunaqa bo'lgan. Bu yerda qizil to'sh deyishadi. Bizda qopqon deyiladi. Qopqon shunaqa bo'lgan, keyin uni sekin-sekin ishlab abrez bo'lib mana shunaqa bo'lib ketgan. O'zi eski tegi o'zi qopqonlarni shunaqa bo'lgan o'zi. Gap yo'q, parvozlar Germaniyaga qanchaga sotilganini men yana birar kun aytib o'tib ketaman. Bir chuq qizil to'sh, Andijonda qizil to'shini Germaniyaga qancha narxga sotilganini hozircha aytmayman. Anaqa bo'lib ketmasin, yana trend bo'lib ketmasin, hamma kaptarni teng olib chiqib ketishimiz kerak. Salomat bo'linglar, charchamanglar, hammanglarga omad, uxlamaymiz kechqurun.